Qo'qonning Olifta ko'chalaridan birida Olifta domdan kvartirangiz bo'lsa, kommunikatsiyadan muammosi bo'lmasa, yashab orarmidingiz akam? Umumiy maydoni salkam 65 kvadrat metr. Podyezdi o'rta qismda joylashgan bo'lib, 5 qavatli pishig'ichdan qurilgan binoning 5-qavatida. Qishda issiqni yaxshi ushlab turadi, yozda esa havosi salqin bo'lar ekan. Kvartira 3 xonali, planirovkasi oilaviy yashash uchun qulay. Sanuzel alohida, balkoni mavjud. Remont holati korobka holatda, ya'ni barcha ichki bezaklarni o'z xohishingiz va byudjetingizga qarab zamonaviy yoki klassik uslubda qilib olishingiz mumkin. Bu esa tayyor remontli uyga nisbatan ancha foydali variant hisoblanadi. Kommunikatsiyadan umuman muammo yo'q. Gaz, svet, suv, kanalizatsiya to'liq mavjud. Uy joylashgan majmua barcha qulayliklar bilan ta'minlangan. Podyezdlardagi parol bilan ochiladigan eshiklar o'rnatilgan. Bu xavfsizlikni ta'minlaydi. Avtomobillar uchun parkovkalari bor. Atrof infratuzilmasi juda rivojlangan. Maktab, bog'cha, do'konlar, savdo markazlari, tez yordam, klinika, o'quv markazlari barchasi bir qadam masofada. Shahar markaziga yaqin joylashgani sababli transport va kundalik yurish kelish juda qulay. Narxi 1 kvadrat metr uchun $470 dan yana ozgina kelishtirib ham beramiz deyishdi. Manzili Qo'qon shahar Abu Tayyib Qo'qondiy ko'chasi 19-A uy. Mo'ljal 20-maktab yaqinida. Agar siz o'zingizga moslab olsa bo'ladigan Olifta joydan kvartira kerak bo'lsa, ekraningizdagi telefon raqamlarga aloqaga chiqib bemalol kelishsangiz bo'ladi. Olifta do'stlarimizga yuborib qo'yish esingizdan chiqmasin.